Assalomu alaykum hammaga. Bugun keyingi hafta uchun bir nechta forex paralarida keyingi hafta uchun o'z qarashlarimni, ya'ni analizlarimni berib boraman. Birinchi GBP USD bu dollar bilan funt sterlingning birlashgan parasi hisoblanadi. Demak, o'tgan asosiy trend kunlikda asosiy trend hozircha asosiy trend hozir range holati bilmoqda. Bir mayni boshidan beri bir yil ancha o'tgan yildan beri shu range holati bilmoqda. Hozir range holati deb olsak agar kichikroq time frame ga olamiz. Kichikroq time frame da trend selga o'tib bo'ldi, ancha asosiy nuqtalarni buzib narx selga o'ta boshladi, ya'ni shartoviy trendga o'tdi. Bizda qaysi zonalar berdi asosiy? Demak, Fibonacci bitta tortib olsak, narximiz hozir qanday zonada? Narx hozir aynan sotib oladigan, ya'ni discount zonaga, ancha sotib olish uchun xavfsiz bo'lgan zonalarga yetib kelgan. Bu yerda qidiramiz endi qanday nimalar bor, qayerdan narx qaytish mumkin, shularni bir ko'rib chiqamiz. Buni o'chirib tursak, mana bu zonada order blok mavjud. Mana bu zonada FVG bo'lgan, narx FVG ni to'ldirgan. Demak, har doim narx o'zi FVG dan asosiy kirish uchun nuqtasi uchun ishlatilmaydi. Narx har doim FVG ni to'ldirib keladi. Narxni o'zi shu FVG ni to'ldirgandan keyin mana shu asosiy blok zonasidan buyga ishlab olsak bo'ladi. Demak, shu yerda blok bor. Shu zonadan narx kelib dalshi tepaga yurishini ko'rishimiz mumkin keyingi haftaga. Demak, bizning stop lossimiz qayerda bo'ladi? Shu nuqtadan kirmoqchi bo'lsak, stop lossimiz hozir mana bu zonada minimumga qo'yamiz. Mana bu zonada minimum mavjud. Shu minimumdan spreadni hisobini olgan holda pastroqqa, buni esa kirish nuqtasi, entry pointni esa boshlang'ich nuqta, order blokning boshlang'ich nuqtasiga qo'yamiz. Demak, tipini FVG lar nuqtasiga yoki likvidlar ko'p yig'ilgan zonalarga qo'yib bo'lsak bo'ladi. Demak, bu birga uch ishlab olishimiz kerak. Yana shu nimada qo'ysak bo'ladi. Nisbat yaxshi, deyarli 1:3 nisbatda. Endi keyingi buni endi kichikroq time frame ga qarab olsak, kichikroq time frame 1 soatligiga qarasak, 1 soatligiga trend hozircha sel, shunga prosta selga ham qiziqib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni shu zonamizga kelguncha sel ishlab olishimiz mumkin. Demak, narx bitta qaytib olib mana bu zonalardagi breaker bloklar mavjud, shu zonalardan kirib olsak bo'ladi. Demak, mana shu shaklda narx kelib shu zonamizgacha ishlab olsak bo'ladi. Demak, GBP USD ga keyingi hafta uchun asosiy qarash buyga kichikroq dushanba kuni biz shu entry zonamizgacha sel kutishimiz mumkin. Keyingi pari Euro USD ga qaraymiz endi. Euro USD o'tgan nimalarni qo'ysak, bunga asosiy trendni birinchi aniqlab olsak, asosiy trend hozir unchalik kunlikka aniq ko'rib bo'lmadi. Bunda ham shu GBP USD dagi holat
FVG zonada hozir turibdi narx. Chunki mana bu zonalardagi breaker bloklardan yoki shu FVG zonani o'zining o'zidan ham dushanbaning o'ziga kirib olishimiz mumkin. Demak, narx mana shu zonalardan shu zonaning o'zidan yo salkam pastroqqa tushsa shu order blokdan kirib olishimiz mumkin. Dalshi yana meni qarashim buyga deb ko'ryapman. Shu USD bilan Euro USD ga. Endi keyingi paraga qarasak, keyingi para endi USD JPY, yaponskiy yen va dollarning birgalikdagi juftligi. Demak, avvalgi daxillarni o'chirib tashlasak, bunga trend hozir buyga o'zgargan 1 soatlikka qarab olsak, bunga biroz bozor unchalik chiroyli harakat qilmayapti. Signallar ko'p bo'lgani uchun bozor turli harakatlar qilmoqda. Ana bu zonada order blok bor. Demak, mana bu shu endi order blokdan buyga, chunki trend buy ko'proq biza trend bo'yicha ishlashimiz kerak. Shu zonadan buyga kirib olsak bo'ladi, narx qaytgan payti. Demak, keyingi hafta uchun bunga qarashim shundan iborat. Keyingisi hamma kutgan HUSD tillaga. Tillada nima gaplar bitta qarab olsak. Tillaga o'tgan hafta berilgan ana bu zona, ikkita zona berilgan breaker blok. Ana shu zonadan narx shu zonaga kelib ko'tarilib beradi. Narx shu zonaga reaksiya olgan. Deyarli qancha pips berdi bergan? 6 73 deyarli 300 pipsmi, 3000 pipsmi shunday yurib bergan. Aniq hisob qancha bo'ladi endi buni? 3000 pips yurib bergan. Buni kichikroq time frame olsak, bu juda katta nima bo'ladi. Necha foizga hisoblasak, shu zonadan foiz 2% ko'tarib bergan nuqtamizdan 4663 bo'lsa agar 4773 ming pips pips yurib bergan ekan. O'tgan haftaga normal ishlab bergan. Endi bu hafta qani nima bo'ladi, shuni bir ko'rib chiqamiz. 4 soatlikka qarab olsak, o'tgan haftadagilarni turaversin hozircha. Man keyingi hafta endi kutishim hozircha mana bu zona, ikkita zona mavjud. Agar narx mana shu zonani buzib o'tsa, keyingi haftada mana shu ssenariyni kutsak bo'ladi. Bu ancha kuchli zona hisoblanadi. Shunga shu zona buzib o'tsa, demak pastga tushish ehtimoli bor. Bu buzib o'tmasa, demak ko'proq buyga harakatni ko'rishimiz kerak. Hozircha harakatim ana shunga dushanbaga qarayman. Narx buzib o'tgan bo'lsa, ko'proq selga ishlashga harakat qilaman. HUSD ga qarash shundan iborat edi. Oxirgi paralardan biri bu Bitcoin USD. Demak, bunga 4 soatliga hozircha bu yerda energiya qilgan 4 soatliga hozircha trend o'zgargan selga. Mana shuni belgilab olsak, narx dushanba kuni ochilgan paytda kuchli impuls bilan bir tepaga ko'tarib, ana bu yerdagi order bloklar qolib ketgan VVGlarni bir buzib o'tib, talshi pastga kutishini ko'ryapman. Bu energiya shundan iboratki, narx ko'pincha trend bo'yicha energiya yig'ilgan payt o'sha trend bo'yicha harakatlanadi.